Buni Shayman akamizga katta rahmatku. Mana shu restoranda xizmati Ishi akamizning hisobidan bo'ldi. Maqsad mana shu shogirdlarni ro'yobga chiqarish uchun. Boshqa qilish uchun. Boshqalarini hisobi Dilmurat akamizning hisobidan bo'ldi. Boshqa bo'ldi. Hammasi xizmatdan. Ko'rlarning va san'atkorlar shogirdlarni qanday yo'lga qaytarib o'stiryapti. Ilohim amin. Aytganlari bo'lsin. Barakalari mustahkam bo'lsin. Bergani Xudoning bergani yana qo'shsha bo'lsinki, shunday hofizlardan, shunday artistlardan, mana shunday yosh xonandalarimiz ulg'ayib o'saversin. Biz shular uchun hamisha biz haligi nima deymiz? Muxlislar yana ko'paysin. Mana bunday xonandalarimiz yana ulg'ayib o'saversin. Amin. Alloh. So'zda bo'lsa Shayman akamiz xatar beramiz, lekin qizil germanni yaznasi bizdan biz do'stimiz. Aziz do'stlar, mana shu Ubaydullajon juda yaxshi gaplarni gapirdi. Men ham mana shu yigitga qo'shilaman. Shuncha musofirlarimizni boshini bir-biriga qo'shib buncha ma'rakani qilish har bir yigitni qo'ldan keladi, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Lekin mana shu yigit o'rtaga chiqib shu ishni qildi. Rahmat otasiga, o'tgan ketganlariga, hammasiga. Yana bir bor bu insonga uzoq umr tilaymiz. Mana shunday endi bu elboshi, yurtboshi emas, elboshi deydi. Yurtboshi endi podsho bo'ladi. Elboshi bu xalqni boshlaydi odam. Mana shu odam, mana shu sertiqofda bo'lsa biz shu odam bilan faxrlanamiz. Biz ham kollegalarimiz o'zi yaxshi biladi. Biz shu odamni eshitib faxrlanamiz. Mana shuncha yigitlarni boshini biriktirib, mana shuncha qilganiga sizga juda minnatdormiz. San'atkor, o'zi san'atkor bo'lsa san'atni yaxshi ko'radi. San'atni sevgan odam xalqni bir-birini hurmat, izzatni biladi. San'atni sevgan odam bo'ladi. Rahmat sizga shuncha mana shu Zafarjonni hurmat qilib mana shuncha xalqni ichiga obro'ni ko'taryapsiz. Biz sizni yonboshingizda mana shu shundayki bizni shogirdlar ham ko'payaversin. Sizni manadagi xalq quloq soladigan, sizni eshitadigan nimangiz ham ko'payaversin. Sizga ixlosmandlar ko'paysin. Endi navbatda mana shogirdimiz Marhamat do'stlar, qadrdonlar, kutib olamiz. Bitta qarsak chalamiz. Bahramjon, Xudoy qilib yana mehmoningiz. Rahmatlar. Mahbuning man olayli, mayli Boqsayliga boraylik, olayli layli Majnuning man olayli, mayli Birga bo'laylik mayli.
bevafo, bevafolik aylading. Sendan vafo so'rasam, senchi jafo aylading ey. Bevafo, bevafo, bevafolik aylading. Sendan vafo so'rasam, senchi jafo aylading ey. Baxtli qilish o'rniga baxtdan judo aylading. Taxtli qilish o'rniga taxtdan judo aylading. Yorug' yo'l bunda qolib qorong'usin saylading. Mena gunohim bor edi ey, bevafolik aylading ey. Bevafo, bevafo, bevafolik aylading. Sendan vafo so'rasam, senchi jafo aylading ey. Bevafo, bevafo, bevafolik aylading. Sendan vafo so'rasam, senchi jafo aylading ey. Gul bog'imga kelding ey, gulim xazon aylading. Qaro bulut bo'lding ey, changi tozon aylading. Orzularim ko'p edi ey, orzum armon aylading. Shuncha qasding durmidi ey, bevafolik aylading ey. Bevafo, bevafo, bevafolik aylading. Sendan vafo so'rasam, senchi jafo aylading ey. Bevafo,